Sahnaga chiqqanda qandaydir bir g'oyibona kuch keladi, fayz keladi. Borda shu narsalar. Sizlar tinchmisizlar? Bayramlar chiroyli o'tkazdinglarmi? Kelayotgan Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin kelayotgan bayram. Sizni ko'ramizmi Navro'z bayramida yana? Xo'sa, endi haligi nima deydi, hamma bayramga meni qo'yaversa, unda Yulduzmonning bayramlari интересно bo'lib qoladi. San'atkor ko'p. Определенный bayramlarda определенный san'atkorlar ishlash kerak. Davlatlikda katta bayramida harakatimizni qilib, kiyinib, bas qilib, bayramona kayfiyatda albatta chiqishga harakat qilamiz, taklif qilishsa. Endi bu bazm davlatni xalqqa bergan bazmi, chaqirishsa boraveramiz. Bu to'y davlat to'yida chaqirsa boraveramiz. Chaqirmasa, ana nima ko'p san'atkor ko'p o'tkazaveramiz. Amerikadagi muxlislaringizdan salom ayting. Amerikanцы как o'tadi? Bizga qachon kelasiz? Ya o'zlaring aniq qo'yinglar, hozir o'zlaring ham ko'rdim-ku, haligi Trump kelganda, Trump hazratlari kelganlardan beri deydi-yu. Haligi nima? Green kartasi bilan ham qaytarib chiqarib yuborganlar bo'lyapti ekan. Men aytdim, tanishim dugonam ketyapti, aytdim, men duo qiltiraman bu. Bolasi o'sha yerda, navarlari o'sha yerda borib yuradi, green kartasi bor. Green karta bilan kirgizmayapti deydi. Mana qara, har davlatda, har podshosi aylansa, men o'shancha aytaman, bizni davlatda hozirgi kunida O'zbekistonda anaqasida duo qilinglar, ertaga kim kelib, kim kelmaydi. Mana hamma katta umid qilib o'tirgan, yomon emasdan. O'zini davlat uchun zo'r qilayotgandir. Lekin o'sha yerda yashayotgan boshqa rangli fuqaro ham boshi balada qolyapti-da hozir, только потому что ранги boshqa. Никогда не знаешь, как обернется. Ishqilib bizni yurtimizga ko'z tegmasin. Да, вот когда вы сказали, что Америка, вот я начинаю про Америку говорить, зор гап ёк, может быть для Америки он здорово делает, но там же живут не только белокожие или желтокожие, там кудрявые живут, темнокожие живут, желтокожие, краснокожие живут, разные живут. Поэтому граждане всякие, у нас тоже так же в Узбекистане, тоже очень многонациональная республика, у нас очень много наций, также в Казахстане, мы мирно живем. Lekin Dubayda bitta narsasiga maza qildim, aytaymi? Bugun kirdim, aylanib anaqaga asrda o'sha yerda o'qidik, shom o'sha yerda o'qidik. Yo'q, nimaga bemalol birov kira anaqa qilmaydi. Hatto imom o'qiyapti masjidlarda anaqa bo'lmaydi. Kirib shaklda o'qiysan, chiqib ketasan. Biz anaqada hamma qonun shu chiqqan fatvoga bo'ysunib, o'sha qancha rakat o'qish kerak bo'lsa o'qib, qolganini masjidda o'qinglar. Bitta gruppa qilib, haligi tuppa-tuzuk bizni haligi savdo markazidagini ham bekitishdi. Masjidda ham o'sha yerda to'planib o'qishib, iftorlaydi, nima tarabbiq deydimi? Nahiy, zachем надо? O'qinglar masjidda. Chunki odamlar yo'lga to'g'ri kelgan joyda o'qib oladi. Shuni sharoitlari bor. Ilohim shu sharoitlarimizni olib qo'yishmasin. Mana iltimosim ham shu biz podshoyimizdan ham, davlat boshimizdan ham, davlat rahbarlaridan sizlar to'g'ri oson emas kontrolga olish. Ina keyin aytadigan odam yo'q. 45 ta yosh yigitlarni ko'rdim, mana tijorat bilan shug'ullanishadi, ishi og'ir, oson emas. Mana shu 4 ta soqol qo'yib olishadi, shuni tushunmayman. Sunnat davlatdan anaqasiga bo'ysunish ham sunnatda. Qaysi davlatga borsang bo'ysunib yasha dedi. Nima qilasizlar? Hammaga soqol qo'yib, bunday qilib, asab ketdagi masjidlarga ta'sir qilib qolyapti-da. Bu adab-adab ochiq bo'lgan masjid hammamizga yaxshi-da. O'ylamaylik, faqat o'ranganlar kirib namoz o'qimaydi. Ochiq-chashib bo'lgan ham joy namoz o'qiydigani ko'p. Bekitmanglar masjidlarimizni, azonlarini qismanglar. Я думаю, что всем нравится азан, что русским, что вот Сашка гурур bilan aytayapti Александр у меня в коллективе. А у нас в Махале есть азан deydi. Неужели никто не жалуется? Ну, вот как ни странно, русские не жалуются, вот некоторые узбеки жалуются deydi. Ana senga nima deydi? Потомственные мусульмане. O'shaning uchun aytayotganim azonlarimiz o'chmasin, duo qilinglar. Вот наш мир, то, что мы спокойствие живем, это весь баракят, это потому что азан открыты. Эти азаны нам пришли, вот biz respublikaga mana shu Mirziyoyev Shavkat Miromonovich bilan birga kirib keldi deb o'ylayman. Masjidlar ham nima ahvolida, bemalol namoz o'qiy olmasdik. Endi mumkin bo'lmagan narsaga bo'ysunib, men shunday tuxumday archib qo'ydim bolalarimni konsert paytida. Kelib biroz aytishdi. Ting'ir qilgan bordan men aytganman, aytdim, "Malik ko'rayotgan bo'lsa, davlat nima desa shu, javobini o'zlari beradi. Если они так считают нужно, значит так надо делать." Hammani asabiga tegib, to'rtta soqol qo'yib, hamma buram xunuk. Endi o'shanga yarasha qolgan taqvoni qilsang gap yo'q.
Atta yolg'on, bu yerda uni urib ketasan, bu yerda protsent deysan, bu yerda qarz olib bermaysan-da, men to'rtta soqol bilan aldingizlar. Qilmanglar unaqani, iltimos bolalarim. Buni aytadigan odam yo'q-da. Men bugun bir aytmoqchi edim, jon bolam shuni qilmanglar. Deb endi aralashmay dedim, hali yo'lga aeroportda ko'raman, osilmasin, opam tishmasin deb. Yaxshi, shirin bolalar. Shiringina bolalar, tijorat bilan shug'ullanyapti, barakatini bersin. Вот зачем это надо? O'zingga e'tibor tortib. Это и здесь некрасиво. Там некрасиво. Аккуратненько chiroyli yuribdi hamma. Men maza qilib oldim, Dubay moldan maza qildim. Haliga kirishadi-da, yubka ishonmaysizlar. Shortchka bегают, раз yubkasini tortadi-da. Hech kim siyosatni anaqa qilish запрет ekan bu yerda. Вот кто угодно, украинец с русскими, я не знаю, евреи с палестинцами, пожалуйста, живите мирно, открыты двери. Но здесь политику не решайте, здесь никто не имеет права говорить про политику. Я думаю, что это правильная политика. Rivojlanish kerak, o'zini xalqini boqish kerak, davlatini tortish kerak, uni hammani siyosatining taraf olmayapti-da. Как нейтрально qilib qo'ygan. Это здорово, это здорово. Aslida menimcha shunaqa bo'lish kerak. Nima deydi? То, что я сказала, это мое мнение. Это мое мнение. Davlatimiz нейтральный turibdi. Это самое главное. Я думаю, что это правильная политика, то, что mana shu yerda o'zini davlat uchun zo'r qilyapti-da. Qarab turib, hamma все мирно живут здесь. Почему-то и все сюда бегут. Как бы что ни говорили, все сюда бегут. Все здесь квартиры покупают. Как там инфляция началась, в Казахстане тоже, все сейчас сюда бегут за недвижимостью тоже. Значит, есть в этом что-то. Значит, что narsa bor. Hamma shaqqara chopyapti-da. Chunki siyosat to'g'ri. Masjidlari ochiq. O'qiyapsanmi? Birovga xalaqit qilmay kirib o'qir. Ana ochiq. Haligi hamma yo'g'i ochiq-chochiq lasinada yurib, anaqa qilib yurganlar ham bor. Никто же никому ничего не говорит. O'shaning uchun masjidlarimiz bekitmaylar. Mana shu anaqani o'rganaylik ozgina, вот как здесь делается. Вот. Может быть, правильные законы сделать. Но мечети должны ozon chaqirish kerak deb o'ylayman. Это teta Yulduz говорит, bu xalqimizga, yurtimizga, davlatimizga nihoyatda bu azonlar kerak. Bu barakat, tinchlik, xotirjamlik, afiyat, bu juda ham kerak narsalar. Dunyo turguncha turing. Allohning panohida bo'ling. Hammamiz. Ozarbayjonga kelishingizni intizorlik bilan kutmoqdaman. Azarım, inshaalloh в Озербайджане. В Кремле, в Кремлевском зале будем концерт давать. Я не знаю, shunday oyog'im tortmayapti, bilmayman. Иншаллах, да, я пойду концерт дам и сразу обратно. Бывает же иногда, вот, душа тянет, душа не тянет. То, что наши там есть, это здорово. То, что мы там концерт даем. Но вот я когда смотрю национальный вопрос, это меня раздражает. Я не люблю национальные вопросы. Что у нас, что в других. У нас-то вообще нет национальных вопросов. У нас все мирно, слава Аллаху, машаллах, все хорошо живут. Qozog'istondan salomlar. Va alaykum assalom. Tinchmisizlar, nag'izmishim. O'tgan yili konsertingiz. Sen yondan ol, chiral, ko'zing o'zi ko'r, jonim bolam. Da? Tepa orqaroq yurgan. Meni chirtalitsalar bilan tanishadi. Ha. Aha. O'tgan yili konsertingiz juda zo'r bo'lgan edi. Qayerda? Bu yil ham kutamiz, Qozog'iston. А, вот в Казахстан тоже вот надо будет брать группу. Я думаю, что вот Купрак надо будет Чарос брать, потому что Тумар группа, Джуда Чапан, технари и уйгурские танцы, вообще земные такие технические танцы. Я думаю, что с узбекскими танцами они хорошо ознакомят. Постараюсь, не даю слова. Это с организаторами надо будет говорить. Maylimi ming bor uzr, beadabgarchilik, jimpirmechi, qaynab ketdim, issiq ekan. Nima dedilar? Men to'g'ri aytyapmanmi, noto'g'rimi? Takliflar bormi deydi-yu. To'g'ri, bizda sharoitlar juda yaxshi. Juda berilgan, lekin insonlarning o'zi sababchi bo'lyapti. Buzyapmiz. Чуть-что кому-то плохо, balki to'rtta haligi xalq haqiqatda omalarimiz bor-da, xalqimiz ichida omasi ham bor-da. Bitta odam bir narsada baxsa, deb orqasidan to'xta, so'ra, surishtir, o'z-o'zidan kirib gapiraverma. Hamma narsa sen bitta kimdir o'tirgan, sen ko'zing bilan ko'rgan narsa ham nohaq bo'lib chiqishi mumkin-da. Потому что он orqasida ты же не знаешь, что было до конца. Поэтому lezть nельзя, hamma narsaning oxiriga yetish kerak. Meni mana mashashlar endi so'roqdi. Hozir so'ra, kim so'radi mana ketdi. Bo'lsinmi? Azlarimiz rasmini ko'rsat. O'tkir. Muzika rahbarim, damasam maylimi?
Dubayda ham qon qiladi bular. Hayotni bunaqa qilmasin, Dubayda dam olyapti. Nima bu? Muzika rahbari va shali esini yeb qo'ygan. Ensa qo'shiqingiz super zo'r. Shu ensa hozir mana. Shari yozyapti. Jonim opam. Shuncha odamlarga o'ziga bog'liq. Hali kim nima desa ergashib ketarmay, so'raylar, surishtiringlar. Вам хорошо? Почему хорошо? Тоже спросите. А почему кто-то недоволен? Значит, ему что-то не хватает. Odam besaramjonlikda bebarakat boshlanadi. Har narsamiz bor. Вот. Yaxshi dam oling opam. Kelinglar. Dam olamiz deydi. Konsert juda zo'r bo'lgan, dam sizga endi yarashadi. Duo qilib, mana shu rosa borganda Nilufarlar navaralarim bilan bordim Misrga, hamma san'atkor chopdi qishi bilan hali yangi yildan keyin shundaqa to'g'risi yostiqqa anaqa qilib yig'ladim, aytdim, menga nimaga nasib bo'lmayapti, men qachon boraman, hali hammani tashvishmang kerakdik da, keyin boramiz ham demadi xo'jayin, bexosdan boramiz deb qoldi. Shu yildan yo'q deb o'yladim, lekin dengizda havosi kerak, shu 40 yil deganda endi mana sekin boshlayapti, lekin dengizga keldik, xudo hozir to'xtaydi, nafas unaqa qismadi, astmatik, nafasim bo'g'ilib qolardi. 40 yil deganda shu yil birinchi yil. Mana shu aytasizlar-ku, ovoz ravon chiqdi, shu yil bildilaringa spokойно aytdim, ha. Avvalo Alloh, oxiri Alloh afiyat so'radim. Mana shu Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich prezident bo'lgandan beri bir marta konsertimiz g'alaba bo'ldimi hayotim? Yo'q, hech kim g'alaba qilmadi. Nimaga gapiryapsiz? Podachi ko'p edi-da, yo'q, yo'q, yordam yo'q, kamchilikni bekitish yo'q, boshqa yo'q. Kelib asabiyga bitta ko'ra olmasa ham kimdir qaysi bir ashillachini palonchisi bo'lsa ham kelib asabga tegi amalda o'tirsa shunaqa qilaveradi. Первый раз в жизни вот при нашем президенте я даю спокойные концерты, потому что каждый занимается своим делом, и это самое главное. Да, у меня спросите, может быть, я и не в политике, я всегда буду помогать нашему государству и нашим политикам сегодняшнему дню, потому что я очень люблю нашего президента и горжусь им, и молюсь, чтобы у него было здоровье крепкое, и чтобы долгой жизни была у него, аввала. Bolalarimiz ham yashasin, bolalarimiz ham tinch yashasin. Мы не учитываем одно, мы рожаем каждый год, biz ko'payyapmiz, biz uylar ko'payyapti, bu rezinka emas u. Davlat ham ahini to'g'rilayapti, bag'ini to'g'rilayapti, ham to'qqa don kerak, ham suv kerak, hamma yo'g'ini qilyapti endi. Musulmonchilik asta-sekinchilik. Tag'in ham резко zo'r o'sdi, sitlar bo'lib, Samarqand qanaqa gullab ketdi. Navoiyga bordik, у нас таких дорог нету vodiyda. Я не знаю, может быть, vodiyda hozir bordir. Вот, azlarimiz. А по яйцам я вам еще отдельную тему сделаю. Тут aytmadim, aytib beraman. Вот. Yana konsert haqidagi ma'lumot. Ovozingiz bu yil juda ham zo'r. Kiyimlaringizni qayerdan bu yil yangi? Kiyimlarni men mana sizlarga aytaman. Как вот макияж делаю сама. Dizayn то, что я хочу. Men o'zidim-ku, oldin o'zimga ip ko'rmasdim. Haligi g'am tashvish, kasallik, haligi tashvish kasallik olib keladi, gormoni degandek, boshqa degandek ozayolmasdim semirib. Mana shu zamonda Allohim ya Rab, umrini ziyoda qilib boshlaymiz. Mana shu poshon to'g'rida uspokоилась, вылечилась. Haligi gormon farmondan ichmay qo'ydik. Sport bilan shug'ullanib, o'zim bo'lib qoldim. Bilyapsizlarmi? Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Mardumaydan bo'lib qoldi. Умеешь, выходи, делай. Не умеешь, иди займись своим делом. Juda go'zal zamon bo'lib qoldi. Bu zamondan kim nolisa ko'r bo'ladi. Vallahi men sizlarga aytayapman. Alloh ko'rib turibdi, qul haqqiga kirmaslik kerak. Mana bez viza. Bez vizada, men Dubayga bez viza, yo'q, o'zimiz kelib ko'chada haligi tanishimiz mashina qilib berdi, shu bilan kirib keldik. Qachon shunaqa bo'lgan? Haligini aytib berdim. Kaftda Dubay borida qancha qiyinchilik bilan keladi. Shunda Dubayga bemalol. Endi только mana Abu Dabiga ham kiramiz, boshqa ko'p davlatlar vizasini olyapti. Nima uchun? Bizni siyosatga, bizni siyosatchimiz podshohga ishonch borligi uchun. Ishonch borligi uchun o'sha davlatlar tashqi siyosatdan bor. Biz faqat chalpay bilan shakardan gapiramiz xolos. Hech bir uylariga o'tmayapmiz. Sal tashqariga ham qarasanglar, biz o'zbek xalqini o'sha toshvaran qilmayotgan sababi, oldingidaqa haqorat qilmayotgan sababi, hozir o'zbeklarni qaranglar, butiklarda butun o'zbeklar ishlayapti. Везде наши узбеки, даже наши татары, наши русские, это наши узбеки, да, все равно. Наши работают, наши g'urur qildim. Наши азиат oldingidaqa pol yuvmayapti. Pust Rossiya выгоняет. Tilni o'rganib, manaqa kelib, butiklarda ishlayapti. Stoy в очереди заходи.
И они подумают с тобой еще говорить, не говорить. Я за них горжусь. Я горжусь за них. Qantinglar asalinglar bolalarim til o'rgandinglarmi? O'rganinglar tilni. Hech nima qilmaydi. 3 oy o'tir, til o'rgan, chiq dunyoga ishla. Qachongacha chipirga ushlaysan o'zbegim bo'ldi endi. Vo't. Ana muhabbat ham keldi. Endi borib hamma bolalar ham o'zi ham til o'rganadigan bo'ldi. Erning ko'tiga tep yurib ko'p bolamni ham tilga o'rgatadigan bo'ldi. Til bilsang mana shu yerda ish topasan, aniq. Balki tugav. Bu yerda tuxumchilar aytyapti, o'ptim olsin. Tuxumchilar ham aytyapti, o'ptim bormi, tuxum. Bittami? Bitta tuxum yo'q. Yo'q. Navoiydan optim o'zi bo'ladi. Navoiyda maslarga bitta narsa aytaman. Endi bor-yo'q tuxumchilar biladi-yu, 80 mingta hech narsa emas-da, ko'p o'xshagan bilan hech narsa emas. Zarafshonni o'zidan o'tmayapti. Zarafshon, Navoiy, u yoq u taraf 3 quduq bor ekan. Olib ketishyapti o'sha yerdan. Oldin Samarqand endi 150 kilometr yutyapti-da, lekin bizni tuxum o'zlaring uchun uyga yeyishlaring uchun berishimiz mumkin. Olib ketasizlar. Ana oliy sorti bor-ku, oliy sorti bunaqa toza, bunaqa keyin. Tuxumchilar, sizlar bermagan minerallarni beryapmiz, maylimi? Nemetskiy yemlarni haligi dorilarni qo'shyapmiz, maylimi? Nemetskiy to'ladi. Так что можете смело приходить. Biz ja guliga qilyapmiz. Meni tilimni qishitmanglar. Uyga yegani olinglar bizdan, uyga. Bozorga endi yetkazyapmiz. Вот. Sevaman sizlarni. Shukr qilinglar. Mayli-da. Kerak emas menga. Men Amerikaga mana o'tgan safar anaqa Amerikaning posolstasining eshigini tagidan qaytib keldim. Chaqirishda eshigini tagida bilmayman, oyog'im tortmadi. Mana hozir bilsam hammani rangi bo'laydi, xolaganda olib kirib ketib, xolaganda qizjevatsa qilyapti. Nima keragi bor? У меня своя Amerika. Voy, manaqa kelib dengizdan napas ol. Menga dengiz kerak xolos. У меня своя Америка в Ташкенте. Приезжайте, вот так отдохнете. Я вам все... Единственное, моря нет у нас. У нас нехватка йода. Вот жить тяжело, у всех у нас щитовидная железа. Узлы у нас у всех многих. А так, наш Узбекистан сейчас, он ничем не уступает за границей, ни Дубаю, ничем. Вот только море. Я из-за моря приехала сюда. И бренды. И у нас это тоже будет скоро. Вот. А так, я и в Европу не хочу, она как ближний зарубеж тоже. Не хочу. Не знаю, мне так хорошо здесь. Nima qildim? С концертами, может быть, потом tinchigandan keyin boraman. Menga ham tinchlik kerak. Men xalqimizni tinch yashaganini, sokinlikda yashaganini ko'rgim keladi, xalqimizni. Bironta o'zbekcha gap deb qolsa, bilasizlar, meni chochimga oq tushib, chochlarim tikka bo'lib, 7 joyim baylanadi urushga-da. O'shaning uchun tinchgina mana yerda yuraveray, hozir aqaboqqa janjalga kirmay. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizdan motivatsiya olib yashaymiz. Motivatsiya olinglar, til o'rganinglar. Men jiddiy aytyapman. 3 oyda til o'rganasan, kallam sapchilab tasha. O'rganasan, har kuni 1 soatdan ber o'rganasan. 3 oyda til o'rgan, manaqa kelib, yana hozir 1-2 o'rganasanda ishga kirib ketasan. Bu yerda hech kim ishsiz bo'lmaydi. Hech kim. Bu yerda ish joy ko'p. Men biz o'zbek bolalarini ko'rib, qizlarini ko'rib, nasıl xursand bo'ldim. Слушайте, они чистенько все одеты, бренд, они с лоском таким волосы зализаны, такой солидный, такой go'zal, chiroyli. Juda xursand bo'ldim. Правильно, для этого надо знать язык, til bilish kerak. Nima endi haliga qachongacha shipirga ushlaysan? Endi shipirgini bundoq qilib choting orasiga olib babayaga bo'lib uchiraversan bo'lmasam-da. Endi bu haqoratga kirmasin. O'rganinglar, ko'taringlar o'zingni. Qila olmayman. Nimani qila olmaysan? O'lim iloji yo'q, xolos. Alloh o'qi, iqra deyapti. Hatto sallallohu alayhi vasallam rasulullohga. O'qi deyapti. Nimasi noto'g'ri? Hammasini o'qish kerak. Lenin mana bizdan olgan islomdan. O'qish, yana bir bor o'qish. Mana bugun til bilganim uchun hammani tarelkasi 3 ta. Namoz o'qigani kirib ketdim, hali hammasi boshsay o'tirib, ovqatni ham zakaz qilingan ovqatni ham yalmay Abdu abaragan bo'lib o'tirishdi. Bistroq deb chiqishdi. Biram maza qildim, sharmanda solib. Учитесь и еще раз учитесь. Sizga taalluqli Baho aka? Sizga ham taalluqli. Til o'rganinglar. Biz O'zbekistonda hamma sharoit bor, o'rganinglar tilni. Mana hozir biz o'zbekcha qizlarimiz mayda kvartira недвижимость bilan shug'ullanyapti. Молодцы, я горжусь вами. Yaxshi ham borsizlar. Хорошо, что вы есть. Я сегодня в бутики заходила. Я ана qilaman. Shunaqa красавец Alandelon bola turibdi-da. Men qattan bildim uni anaqasi tatarligini. Hech kim bilmaydi. Hamma chet el italyanцы похож. De o'ldirib, buzun красавец Alandelon deyapman-ku. Gapirishib anaqa qilishyapti o'sha Louis Vuittonda. Gapirib birasida hamda rus tilida javob berib qoldi-da, men bunday qilib qaradim, o'zbekchani xitlab qoldi-da. Men aytdim, "Tatarin" dedim. За 2 года первый раз кто меня вот по нации узнал, это вы, потому что
tatarlar biladi-da, biz haligi o'zbek tilini yaxshi aniq qiladi. Мне было так приятно тоже. Какие красавцы наши работают, ребята. O'zbek keladi mana. Kelyapmiz, olyapmiz. Yarang shu bayirlarga to'lardim. Beryapman, olib kelyapman. Lekin xirmisda agar oladigan bo'lsanglar iloji yo'q. Bayirlarga zakaz qilamiz. Boshqa iloji yo'q. Bu yerda yaqinlashmayapti. 4,5 ming dollarlik sumkani 4,5 ming dollar bo'ladi. Xirmisda тряпочная bir narsa deydi. Bu yerda 7 ming. 2 barobar. Endi Dubayga ham hamma o'ruslar kelib olgan-ku, neftga. Azlarimiz. Deyishyapti menga. Menga bunday qilishyapti. Allohga omonat. Dam olinglar.